davlatida bir rohib bor edi. U o'zi xizmat qiladigan cherkov odam boshqalarga o'zidan, qalbidan kelib chiqib baho beradi. O'zi qanday bo'lsa, boshqalarni ham shunday o'ylaydi. Qishloqdoshlarim, hamyurtlaringiz bilan bir xil otaxon, qishlog'imizga xush kelibsiz, debdi cho'pon. Ha do'stlar, inson o'zi qanday bo'lsa, hayotda ham shunday insonlarga duch kelar ekan. Qadim zamonda Andalus davlatida bir rohib bor edi. U o'zi xizmat qiladigan cherkov tomida noyob bir gul o'stirayotgan edi. Rohibning bir echkisi ham bor edi. Echkisi har zamonda cherkov tomiga chiqardi. Rohib bir kuni gulga qarash uchun tomga chiqqanida gulning uzilganini ko'rdi. Bundan nihoyatda darg'azab bo'ldi. Shu vaqtda cherkov tomida echkini ko'rib qoldi. Gulni shu echki yegan deb o'yladi. Jahl ustida echkini tutib olib, tomdan pastga uloqtirib tashladi. Bechora echki tap etib yerga tushdi-yu, til tortmay o'lib qoldi. Bu holni ko'rgan qo'shnilar hayvonga nisbatan shafqatsizlik qilganlikda ayblab, rohibni qoziga olib bordilar. Shunda qozi, hayvonlar qilgan ishlari uchun javobgar emasliklarini bilmaysanmi? O'zi u gulni echki yeganini qayerdan bilding? Ko'zing bilan ko'rdingmi? Yoki senga echkining yeganini biror kishi aytdimi? Deb so'radi qozi. Rohib esa, yo'q, ko'rmadim. Ko'rgan kishi ham yo'q. Biroq u tomga mendan boshqa hech kim chiqmaydi. Echkini u yerda ko'rganim zahoti u yegan deb o'yladim. Unga g'azab qildim. Jazo berishimda haqsizlik yo'q, deb o'zini himoya qildi rohib. Qozi esa islomda bir kishining jinoyat qilganiga guvoh bo'lmasa, uni jinoyatda ayblab bo'lmaydi. Boz ustiga hayvonlar qilgan ishlarga mas'ul ham emasdir. Unga bunday jazo berishing zulmdir, dedi qozi. So'ngra rohibga hayvonga nisbatan shafqatsizlik qilgani uchun jazo berdilar. Rohib qozining bu hukmini haqsizlik deb o'ylab, norozi bo'lib yurdi. Uning tushunchasiga ko'ra, echkisi aybdor edi va uni o'zi istagandek jazolashga haqli edi. Oradan qanchadir vaqt o'tdi. Bir kuni rohib kimsasiz yo'lakdan yolg'iz kelayotgan edi. Qarshisidan gandiraklab kelayotgan odamning yiqilib tushganini ko'rdi. Unga yordam qilaman deb yugurib bordi va u odamning orqasiga xanjar sanchilganiga ko'zi tushdi. Xanjarni tortib chiqarmoqchi bo'layotgan chog'da shahar muhofizlari kelib qoldi va uni odamni o'ldirganlikda gumon qilib tutib oldilar. Mahkamaga olib keldilar va taqsir, u yerda rohibdan boshqa hech kim yo'q edi. Shuning uchun u o'ldirgan deb o'ylayapmiz, dedilar ular. Rohib bo'lgan voqeani qanday bo'lsa, o'shanday qilib gapirib berdi va o'zining aybdor emasligini aytdi. Rohibning gaplarini eshitgan qozi dedi: "Voqea sodir bo'lgan joyda sendan boshqa kimsa bo'lmasa-da, u odamni sen o'ldirganingni ko'rgan birorta guvoh yo'q. Shu sababli islom ta'limotiga ko'ra seni ayblashga haqqimiz yo'q", dedi qozi. So'ng qozi unga o'tmishda bo'lgan voqeani yodiga soldi. O'shanda sen echkining gulni yeganini ko'rmasdan turib, unga jazo berganding. Agar hozir men ham sen kabi xulosa qilsam, seni qotillikda ayblagan bo'lardim. Ammo islomda aybi isbot etilgunga qadar har qanday inson aybsiz sanaladi. Endi islom adolatini to'g'ri ekanini tushundingmi? Deb so'radi qozi. Rohib bir g'ayrimuslim bo'lishiga qaramasdan, uni ayblashdan ko'ra oqlashga moyil bo'lib turgan musulmon qoziga dedi: "Siz haqsiz, sizning adolatingiz ustundir", demoqdan boshqa chora topa olmadi.